Kobul Sharifda Bobur bog'ida Bobur bobomizning maqbarasida, ya'ni qabrlarida oromgohga kelib duo etdik. Hozir darvoza ochiq emas, ammo bizlar tashqaridan duolar qildik Bobur bobomiz ruhida. Keyin esa bu videoni tushirdikki, Bobur bobomiz bog'ini YouTube kanalimizda tashlab va boshqalar ko'rishini istadik. Bu ham esa bir masjid, Bobur boboning bog'ining qabrining maqbarasining qaplarida. Keyin mana shu bog' hammasi Kobul shahrida qaror topib, Bobur bobomiz qurshab ketganlar vaqti zamonida. Keyin eskirgandan keyin ba'zi bir narsalarni tuzatmoq uchun ba'zi shaxslar keyin o'shalarni tarmim qilib qurshaganlar. Sizlarga qo'yamiz, boshqa videolarni ham ta'qib qiling.